Farzandingiz chet eldagi top universitetlarda bepul o'qish imkoniyatiga ega desam ishonasizmi? Ha, bunaqa imkoniyat hozirda Al-Beruniy maktabi bitiruvchilariga nasib qiladi. Al-Beruniy maktabi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan bo'lib, bu yil tabiiy fan yo'nalishiga 8-sinf bitiruvchilari hujjat topshira oladi. Imtihon biologiya, kimyo va ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tadi. Tabiiy fan bo'yicha savollar asosan 5-sinf eski biologiya, 6-sinf eski tabiiy fan va 7-sinf biologiya darsliklari asosida tuziladi. Imtihonga to'g'ri formatda tayyorgarlik ko'rish uchun Kemaning Yashil tabiiy fan kitobi aynan mana shu darsliklar asosida ishlab chiqilgan. Bu kitob Al-Beruniy maktabiga tabiiy fan yo'nalishida kirish uchun eng kerak bo'ladigan yagona qo'llanma. Kitob 2 qismdan iborat. Birinchi qismda nazariy mavzular va mavzulashtirilgan testlar, ikkinchi qismda esa imtihonga tayyorgarlik uchun maxsus testlar jamlanmasi berilgan. Ushbu kitoblarni ishlab chiqqan o'quvchi Al-Beruniy maktabining tabiiy fan yo'nalishiga 100% tayyor bo'ladi. Kemaning Yashil tabiiy fan kitobini arzon narxlarda xarid qilish uchun pastdagi telefon orqali hoziroq aloqaga chiqing. Unutmang, kitoblar soni cheklangan.